Salom do'stlar, sizlar bilan Language in Details kanali nemis tililikda darsda nazariya plus amaliyot plus nazorat ishlari playlistimizni davom ettiramiz. Hozir A00 darajasida 3-darsimizga yetib keldik do'stlar. Va agar videomiz yoqsa like bosing, kommentariyalarda o'zingizning izohingizni qoldirishni unutmang va biz unda boshlaymiz. Nemis tilida ishlamoq degan fe'limiz bor. Ishlamoq fe'li bu arbeiten bo'lib hisoblanadi. Mana arbeiten ya'ni ishlamoq fe'li. Endi aytadigan bo'lsak, biz ishlaymiz deymiz. Ya'ni biz bu ko'plik turda biz. Biz bu wir arbeiten. Wir arbeiten bo'lib o'qiladi mana. Wir arbeiten. Endi do'stlar, biz masalan ich arbeite deb aytar edik. Agar biz arbeiten deb yozilgan bu fe'lning to'liq formasi infinitiv formasi va arbeite n tushib qolib qo'yar edik. Ich arbeite deb yozar edik. Endi wir ya'ni biz yoki ular deydigan bo'lsak, endi tushmaydi do'stlar. Va qoida shunaqa, hozir bu yerga yozib qo'yaman. Sie masalan birinchi wir va sie degan bo'lsak, bu arbeiten bo'lib qolaveradi. Ya'ni fe'lning formasi o'zgarmaydi. Arbeiten mana. Ular ishlayapti, aytganimizdek sie arbeiten bo'ladi mana. Sie arbeiten, ular ishlayapti. Sie arbeiten. Endi sie deganning muloyim formalari ham bor. Sie deganning qiz bolaga nisbatan aytiladiganlari bor. Ularni darsligimizning oldimizda ko'rib boramiz. Hammasi formasiga qarab o'zgaradilar va shunga qarab siz ajratib olasiz uni va biz davom ettiramiz. Ya'ni keling takrorlaymiz. Birinchi ishlamoq arbeiten, ich arbeite. Biz ishlaymiz. Ya'ni biz ishlayapmiz. Wir arbeiten. Wir, sie arbeiten. Ular ishlayapti. Sie arbeiten. Sie arbeiten do'stlar. Biz bu yerda ishlayapmiz. Ya'ni bu yerda, ya'ni bu yerda so'zni mana wir arbeiten hier. Ya'ni bu yerda, shu yerda degan ma'noda yoki bu yerda yoki shu yerda deb aytsangiz bo'ladi. Mana transkripsiyani ochamiz. Wir arbeiten hier. Biz bu yerda ishlayapmiz yoki biz shu yerda ishlayapmiz deb aytsangiz bo'lardi. Ular bu yerda ishlayapti. Ya'ni ular sie do'stlar. Mana sie arbeiten hier. Sie arbeiten hier. Ular shu yerda ishlayapti. Ya'ni sie arbeiten hier. Biz Germaniyada yashayapmiz. Ya'ni yashayapmiz degan so'z leben degan so'z borda, leben do'stlar, va leben degan bu yaxshi ko'rmoq degan va ikkalasining nimasini ajratib olishingiz kerak. Ya'ni leben bu yaxshi ko'rmoq, leben esa bu yashamoq. Ya'ni bu yerda wir leben in Deutschland. Wir leben in Deutschland. Leben in Deutschland. Wir leben in Deutschland. Tez aytib ketsangiz leben deb ketasiz. Tez, leben. Endi ko'rganingizdek do'stlar, bu yerda en tushib qolgani yo'q. Wir siega tushib qolmaydi do'stlar. Biz Germaniyada ishlayapmiz. Wir leben in Deutschland. Keling bir takrorlaymiz. Biz bu yerda ishlayapmiz. Wir arbeiten hier. Ular bu yerda ishlayapti. Sie arbeiten hier. Biz Germaniyada yashaymiz. Wir leben in Deutschland. Ular Rossiyada yashaydi. Ular bu sie do'stlar. Mana sie yashaydi, ya'ni mana sie leben in Russland. Sie leben in Russland. Mana g deb ham Russland deb aytiladi. Bu yerda Russland. Biz Berlinda yashaymiz. Ya'ni biz Berlinda yashaymiz. Bu yerda endi yashaymiz deganda istiqomat qilamiz. Wir wohnen in Berlin. Wir wohnen in Berlin. Mana ich wohne deb aytar edik do'stlar. O'tgan darsliklarda ich wohne deb yozgan edik. Endi wohnen bo'lyapti do'stlar. Wohnen. Do'stlar, endi aytadigan bo'lsak, keyingisi mana biz nemis tilini onlayn o'rganyapmiz. Ya'ni bu yerda masalan biror bir tilni o'rganadigan bo'lsak, lernen degan so'zni qo'llar edik do'stlar. Mana wir lernen Deutschland
ya'ni wir lernen Deutsch online. Ya'ni biz nemis tilini onlayn o'rganyapmiz. Wir lernen Deutsch online. Wir lernen Deutsch online. Keling takrorlaymiz unda. Ular Rossiyada yashaydi. Ya'ni sie bunday qilib qo'yamiz. Sie leben in Russland. Sie leben in Russland. Ich wohne, ya'ni yoki wir yoki siega wohnen deb ketamiz. Infinitiv formada ketadi. Biz Berlinda yashaymiz. Wir wohnen in Berlin. Wir wohnen in Berlin. Biz nemis tilini onlayn o'rganyapmiz. Wir lernen Deutsch online. Wir lernen Deutsch online. Ular inglizcha va nemischa o'rganyapti yoki ular nemis tili va ingliz tilini o'rganyapti degan ma'noda. Tillarni o'rganadigan bo'lsak, do'stlar, aytganimdek lernen so'zini yozamiz mana. Sie ular o'rganyapti yoki o'rganishyapti lernen English und Deutsch. Sie lernen English und Deutsch. Keyin transkripsiyani ochamiz. Mana Sie lernen English und Deutsch. Biz nemis tilini o'rganyapmiz. Biz nemis tilini o'rganyapmiz mana. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Transkripsiya. Wir lernen Deutsch. Endi eshitmoq, tinglamoq degan fe'limiz bor do'stlar. Bu hören. Hören do'stlar. Hören. Mana hören. Hören. Eshitmoq, tinglamoq. Eshitmoq, tinglamoq. Biror bir musiqani tinglamoq masalan. Ular ingliz va nemischa o'rganyapti. Sie lernen English und Deutsch. Biz nemis tilini o'rganyapmiz. Wir lernen Deutsch. Eshitmoq, tinglamoq. Hören, hören mana. Davom ettiramiz unda. Biz musiqa tinglayapmiz deb aytadigan bo'lsak do'stlar. Aytgandik o'tgan nimamizda hören bo'lgan edi mana. Wir hören Musik. Wir hören Musik. Mana, wir hören Musik. Aytganimizdek do'stlar, agar biz aytadigan bo'lganimizda, masalan, men musiqa tinglayman. Masalan, men musiqa tinglayman deb aytadigan bo'lsak, ich höre, bu yerda ko'chirib olamiz. Hören, ya'ni ich höre Musik bo'lar edi agar men musiqa tinglayapman deganimizda. Ich höre Musik. Endi bu yerda wir siega umuman tushib qolmaydi. Endi ular deganga ko'ramiz endi. Ular musiqa tinglayapti. Mana sie hören Musik. Ya'ni ular musiqa tinglayapti. Sie hören Musik. Endi do'stlar, biror bir narsani yemoq fe'li bu hozir biror bir narsani yemoq bu essen. Essen. Masalan, men yeyman deydigan bo'lsak, ich esse bo'ladi do'stlar. Ich esse. Mana, ich esse bo'ladi. Endi keling takrorlaymiz unda. Biz musiqa tinglayapmiz. Wir hören Musik. Ich höre Musik. Ular musiqa tinglayapti. Sie hören Musik. Ich esse. Yemoq, essen do'stlar. Aytadigan bo'lsak, biz pizza yeyapmiz do'stlar. Biz pizza yeyapmiz. Ya'ni wir essen Pizza. Pizza. Pizza bu pizza bo'lib ketadi. Mana wir essen Pizza. Wir essen Pizza. Biz baliq yeyapmiz. Ya'ni wir essen Fish. Baliq bu fish, mana fish. Ingliz tilida fish bo'lsa, endi nemis tilida fish bo'ladi. Fish, mana. İçmoq fe'li bor. Nemis tilida bu ichmoq fe'li bu trinken. Trinken. Agar ingliz tilini bilsangiz do'stlar, drink degan so'zimiz bor. Ichmoq fe'li bu drink va nemis tilida bu trinken. Trinken. Ikkala til ham bir-biriga o'xshaydi, to'g'rimi? Mana fish, fish. Trinken so'zi mana transkripsiyani ham o'chaman. Trinken, trinken. Biz pizza yeyapmiz. Wir essen Pizza. Fish, fish. Biz baliq yeyapmiz. Wir essen Fish. Drink, trinken. Ichmoq, trinken. Biz qahva ichyapmiz deydigan bo'lsak mana do'stlar, ochib ko'rsatamiz. Mana wir trinken Kaffee. Wir trinken Kaffee. Wir trinken Kaffee. Biz choy ichyapmiz. Mana kofe so'zi
Qahva so'zi cafe. Endi choy bu tea. Wir trinken tea do'stlar. Do'stlar, shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizni like va podpiska tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang va agar videomiz yoqqan bo'lsa, o'zingizning tanishlaringizga yuborishingiz ham mumkin. Va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.